Albatta, olimlarning go'shtlari zaharlidir. Ularni ta'na qiluvchilarning ustida Allohning sunnati ma'lumdir. Ya'ni ulamolarni g'iybat qilib go'shtini yeganlarni nima oqibat bilan ketishligi hayotda ko'rinib turibdi. Yana ayrim ulamolar aytishadi, ulamolarga ta'na ma'lumot qiluvchilar ustida yomon xotimadan qo'rqiladi. Ilm ahllarining hurmatini yerga urayotganlar, ilm ahllarini hurmatiga bepisand bo'lganlar, g'iybat qilganlar zurriyotidan ilmli odamda chiqmasligiga sabab ish qilayotgan bo'ladi. Burhoniddin Zarnuji aytadi, Ta'limul Muta'allim asarida, bilginki, tolibi ilmga ilm va uning ahlini ulug'lash, o'z ustoziga ta'zim qilish va uni behad hurmat etish bilangina erishadi va foyda topadi. Har kim istagan narsasiga faqat hurmat qilish bilan yetadi. Har kim istagan narsasidan faqat hurmatni tark etish va ta'zimni yo'qotish bilan mahrum bo'ladi deyilgan. Ya'ni ilm ahlini hurmat qilasan, ilm ahlini ko'nglini olasan, duosini olasan, zurriyotingdan ilmli odam chiqadi. Agar buni teskarisini qiladigan bo'lsang, zurriyotingdan ilm ahlilari chiqmaydi deyilgan. Bu hayotda tajribada sinalgan narsa. Shuning uchun ilm ahllarini g'iybat qilayotgan, yomon ko'rayotgan, ularning hurmatini yerga urayotganlar shu narsani bilib qo'ysin. Zurriyotinglardan ilmli odam chiqmay qo'yadi.